Assalomu alaykum qadrli Oynai Jahon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi. Studiyada xizmatingizda men Shavkatbek To'xtasinboy o'g'li rejissyorlik pultida, har doimgidek Nodirbek Bo'ronboyev xizmatingizdamiz. Bugun o'tkazilgan 4-xalq qurultoyi haqida suhbatlashmoqchimiz va bunda O'sh shahrining Qizilqishloq hududi boshqarmasidan delegat sifatida saylanib, xalq muammosi va masalalarni boshqaruv idoralariga yetkazib kelgan Rahmonov Dilmurodjon Dildorbekovich bilan suhbatlashishni joiz deb topdik va bugun mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llarini o'rtoqlashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Dilmurodjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Men Rahmonov Dilmurodjon Dildorbekovich, O'sh shahar yaqinda O'sh shahar hududiga qo'shilgan Qizilqishloq qishloq hududiy boshqarmasidan Qizilqishloq qishloq hududiy boshqarmasida 45 ming odam doimiy istiqomat qilsa, ro'yxati yo'qlar bilan 50 ming odam istiqomat qiladi. Shu Qizilqishloq qishloq hududiy boshqarmasini muammolarini yechimini ustida ishlab, Qizilqishloq qishloq kengashining 3 marta chaqirilish deputati bo'lganman. O'sh shahar kengashining 5-chaqirilish deputati. Bizni Qirg'izistonimizda 4 marta xalq qurultoyi o'tgan bo'lsa, shuni 4 marta delegat bo'lib, elimizga rahmat saylab, shu qanday muammolari bo'lsa aytib, shularni yechimini ustida davlat organlariga yetkazib, shularni yechimini ustida ish olib boryapsizlar. Ish olib boryapmiz. Ma'lum bo'lishicha, mana 2022-yil tashkillashtirilgan xalq qurultoyining hamma sizda qatnashib, 4-sida ham yaqinda qatnashib keldingiz. Va o'sha birinchi qurultoy bilan so'nggi qurultoyning o'rtasida qanday farqlarni sezdingiz? Birinchi qurultoyga borganimizda tashkiliy jihatdan endi hamma yangi bo'lganda sal kamchiliklar bilan o'tdi. Endi uni xalqimiz ham ko'rdi, biz ham o'sha yerda sezdik. Endi bora-bora yildan yilga tashkiliy uyushtiruv ishlari yaxshi darajada olib borilyapti. Mana 4-chisida ancha o'zgarishlar katta. Har bir vazir bilan, har bir vazirlikning vakillari bilan gaplashib, muammolarni yetkazib, delegatlar har bir uchastkani, misol O'sh shahridan har bir delegat faol qatnashdi. Har birining qo'lida xatlar, o'sha arizalar. Endi bizi safimizdan 9 ta odam nutqqa chiqqan bo'lsa, ma'ruza qilgan bo'lsa, qolganlarimiz shu vazirlikning vakillari bilan uchrashib, vazirni o'rinbosari bilan nima qilib, muloqotda bo'lib, xat arizalarni yetkazdik. Endi hozir shu javoblari kelyapti. O'sh shahridan jami 40 ta delegat bor-da. Jami adashmasam 40 ta yoki 41 tamikin delegat bordik. Har bir uchastkadan, misol Jibek yo'li 10 adira, eskicha nomali 9 adir deb qo'yadi. O'sha yerdan har bir O'sh shahrining har bir uchastkasidan yaqinda qo'shilgan Tuliken Qizilqishloqdan ham mana bizni Qizilqishloqdan 4 nafar delegat bo'lib bordik. Aynan 4-qurultoyda qaysi masalalarni sizlar o'rtaga tashladinglar? Endi biz 4 ta delegatni masalasini birinchi biz mer bilan meriyada uchrashuv bo'ldi. Biz shu ketishimizdan oldin uchrashib, qaysi muammolarni aytasizlar deb nima qilganda, biz shu el tomonidan aytilgan, xalq tomonidan aytilgan barcha muammolarni aytdik. Shuning ichida respublika miqyosida yechiladigan muammolar bor va mahalliy hokimiyat tomonidan, ya'ni meriya tarafdan. Endi shu meriya o'ziga ish plani qilib oldi. Har bir nimani, har bir punktni yozdi. Shu yerda Gulimqan Cho'qoyevni deb meriyaning xodimiga rahmat aytkim keladi. Sababi Gulimqan Cho'qoyevni har bir punktni yozib, umumlashtirib shahar bo'yicha ish plani ishlab chiqdi. Mer tomonidan u tasdiqlandi va o'zini-o'zi mahalliy boshqarish organlarining har bir tashkilot rahbariga jo'natildi.
tashkilot rahbarlari o'ziga tegishli punktlar bo'yicha yechimini ustida ishlaymiz deb bizga ma'lumot berdi. Endi hozir bu bo'yicha agar aytib o'tsam, eng ko'p ish planiga kirgan muammolar bu Qizilqishloqdan bo'ldi desam adashmayman. Sababi 4 ta delegat saylangan bo'lsa, hammasi faol o'zini muammolarini aytib, endi shu shahar bo'yicha eng ko'p meniki. 34 ta punkt ekan. Endi menga kim murojaat qilsa-lar, men o'tirib shuni yozaverdim. Qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar yozib shu yozma ravishda ham berib qo'ydim merning nimasiga. Undan tashqari 3 minut vaqt berdi. 3 minutda gapirdi. Endi hamma muammoni ayta olmaysiz ekan, 3 minut qolganini yozma ravishda berdik. Eng asosiylari, birinchi darajalar qaysilari edi? Endi 34 tani ichida maktab, bola bog'cha, poliklinika muammolari, endi shuning ichida bizni eski Tuliken kasalxonasi deb qo'yadi, Qizilqishloqda joylashgan. Shu Tuliken kasalxonamiz 2000-yillarda boshida yopilib qolgan. Nima, tug'ruqxonasi bor edi. Tug'ruqxonasi bo'lsa, o'tgan yil yopilib qoldi, mart oyida. Yo tug'ruqxonani ishlab bering, yo bo'lmasam nimani, kasalxonani bir bo'limini ochib bering, yo bo'lmasam bir kattalarga va kichkina yoshdagi nimalarga reabilitatsiya markazi yo'q. Bilasiz, O'sh viloyati, O'sh shahrida yo'q. Endi keyin bilsam bu region bo'yicha yo'q ekan, Yujniy region bo'yicha yo'q ekan. Bu narsani merga aytildi. Mer 9-aprel kuni o'tgan yili borib ham keldi. Shu Tuliken kasalxona qurish kerak dedi. Endi hozir Ravshan Azatovich Sabirov ministr paytida, ministr mehnat va ijtimoiy muhofaza qilish vaziri bo'lgan vaqtda kelib ketib, shu yoqqa reabilitatsiya markazi qursak bo'ladi deb ketgandi. Shuning uchun endi u kishi hozir investitsiya agentligiga o'tib ketganligi bois Sagimbayev Kanat Latibjanovich vazirga murojaat qilib, shu nima bo'ldi, shunaqa rejalar bor edi desam, aytdiki, biz prezident tarafidan topshiriq bo'pti. Shu janubiy mintaqa, janubiy hududimizda 5 gektar yer ajratib, Qizilqishloqdan shu bitta katta reabilitatsiya markazini qurish plani bor, prezident topshiriq berdi dedi. Endi men o'zimni fikrimni aytdim. Janubiy mintaqa bo'yicha bitta emas, ya'ni Jallovotlar kelishga qiynalishi mumkin, masofasi uzoq, Botkenlar kelishi qiyin bo'lishi mumkin. Har bir viloyatda o'ziga qursa, o'shanda bizda 1 gektar yerimiz bor-da, sotsob'ekt, o'sha Tuliken oldingi kasalxonamiz, shu yoqqa qursa bo'ladi. Ya'ni O'sh shahar va O'sh viloyati uchun. U bir. Ikkinchisi, O'sh shahrida nima yo'q, bolalar kasalxonasi, O'sh shahardagi. O'sh viloyatiniki bor. Endi mana ko'ryapsiz, bola soni ko'payyapti. O'sh shahrida 500 milliondan oshiq xalq, aholi yashasa, shu bolalar постоянно, yosh bolalar navbat. Mana infeksiya kasali bo'lib qolsa, shu kasalxonamiz navbat. Shu yoqqa qursa bo'ladi degan fikrlarda aytdim. Keyin tug'ruqxonamizni ham nima qilib beringlar deb Sog'liqni saqlash vazirligiga aytildi. Xatlar yozildi. Endi buni yechimini ustida qanday ishlashadi, qanday javob berishadi bilmayman, lekin Kanat Sagimbayev meni taklifimni Kabminga aytadigan bo'ldi. Ya'ni har bir hududda o'ziga qursa, haligi birinchidan hozir vrachlar topish ham qiyin-da. Uncha vrach, haligi janubiy mintaqa bo'yicha yagona quradigan bo'lsa, endi hozir ko'ryapsiz, haligi davlat kasalxonalarida oylik ozlik uchun vrach yetishmayapti. Endi hozir oylikni oshiraman deb prezident 1-apreldan va'da berdi. Undan tashqari shu madaniyat xodimlarini oyligi ham past bo'lgani uchun men o'zim inisiativa qilib shuni madaniyat vaziri Mirbek Kemelovich Mambitaliyevga aytdim. Shu madaniyat xodimlarining oyliklari o'ta past, shuni oshirib bersanglar desam, ertasiga prezident ham gapirdi, oshiriladi deb vazir ham va'da berdi.
artistlarga 80%, qolgan barcha madaniyat xodimlariga 50% deb. Menimcha 50% ham ozda, bir 100% oshirsa yaxshi edi, sababi arzimas oylikka ishlashadi-da. Edil Joldubayevich Baysalovga, bosh vazir o'rinbosariga, bilasiz, mana bizni teatrimiz, Bobur nomli teatr, Markaziy Osiyoda eng qadimiy teatrlardan biri, ya'ni ikkinchi, Toshkentdagi Hamza nomli teatrdan keyin, milliy teatrdan keyin ikkinchi tuzilgan professional teatr. Shuni 110 yilligi o'tkaziladi-da 28-yili. O'zi 14-yil tuzilgan Rahmonberdi Madazimov tomonidan, keyin 2018-yil yana qayta tuzilgan Boltiqhoji Sultonov, Jo'raxon Zaynobidinov singari yetuk shaxslar tomonidan shuni 110 yilligini o'tkazishdi. Hozirdan uyushtiruv qo'mitasini tuzish kerak. Siz boshqarasizmi yo Kadminni Vazirlar Mahkamasining raisimi deb shu taklifda ham aytdim. Davlat miqyosida o'tkazish. Davlat miqyosida, sababi O'zbekistondan mehmonlar keladi, boshqa deb tushuntirdim. U kishini xabari yo'q ekan. Shu teatr, keyin vazirga ham aytdim, madaniyat vaziriga, u kishi xabari bor ekan. Qadimiy teatr nima? Shu bo'yicha ham ularga ma'lumot berdim. Endi aynan Qizil qishloqqa o'tsak, yana Qizil qishloqda 8 ta qishloq, Qizil qishloq hududiy boshqarmamizda 8 ta qishloq bor. Bularda ba'zi bir qishloqlarimizda maktab muammosi yechilmaganda, bular qaysi? Bu Suratosh qishlog'imiz, Kommunist qishlog'imiz, Ishkovondagi qishlog'imizda ham maktab avariya holatida, Qizil Bayroqda ham qishlog'imiz bor, cheklar berilib, u yoqqa ham maktab qurish kerak. Aholi soni ko'paydi. Muammosi bo'lgani uchun u narsalarni yetkazdik. Endi hozir bundan tashqari klub deb qo'yishadi, Yangi turmush qishlog'i. Shu Yangi turmush qishlog'imizda Muqimiy nomli, eski nom Muqimiy, hozir Omarbey Datxon nomli maktabimiz haligi eski vaqtda qurilgan, adashmasam bir 50-60 yil bo'ldi, u tipovoy emasda. Bolalar soni ko'p. Shuni ham qayta qurib bersanglar, tipovoy qilib deb shu taklifda aytdim. Endi o'sha Bishkekdagi rahbarlar va'da berishdi. Bu masala bo'yicha Ma'rif vaziri Dogdurgul Kentirbayeva, birinchi o'rinbosari Baymurzayev va vazir o'rinbosari Jusubekova bilan bu maktab, bola bog'cha masalasi o'ta bizda katta muammo bo'lgani uchun ham vazir o'rinbosarlari bilan, hattoki o'sha qurilish departamentining boshlig'i bilan ham alohida gaplashib, hammasini va'dasini olib va Minfin va Minstroyga ham alohida xat qilib nima qildim. Endi mer bilan bo'lgan uchrashuvda mer bizga aytdiki, demak prezident 10 ta maktab qurib beraman deb va'da beribdi. 10 ta maktabning ichida endi men aytsam shu 4 marta delegat bo'lgan bo'lsam, o shahar kengashining 5-chaqirilishini deputati bo'lgan bo'lsam, ya'ni 24-yil noyabrgacha shu maktab muammolarini ko'tarib keldik. Boshqa deputatlar bilan hamkorlikda Qizil qishloqdan saylangan. Hozirgi vaqtda meni opam shahar kengashining deputati Rahmonilla Afruz shu maktab muammosini ko'tarib kelganimiz tufayli ko'p yillardan beri mer 10 ta maktabning ichida shu 6 ta maktab bizi hududimizda o'qib berdida. Bular qaysi maktablar? Endi rejasi o'zgarib qolmasanglar, shular qurilib qolsa yaxshi bo'lardi. Endi bu shu Ishkovondagi avariya holatidagi maktab dedi. Qizil Bayroqdagi maktabda va'da berdi. Kermetoda 225-kvartal bor. Bu shahar aholisiga berilgan cheklar endi hozir shaharga qo'shildi, lekin 225-kvartal o'sha bir 10 yil burun berilgan. Shu yoqqa quraman dedi. Keyin Enasoy shaharchasi qurilyapti. Mana hozir snos bo'layotgan uylarda aholisini shu yoqqa ko'chiryapti meriya tomonidan. Bu yoqqa 1000 ta uy qurilsa, demak bu yoqqa ham maktab kerak bo'ladi. Bu qada, bu kommunist. Bu yoqqa uy maktab planiga kirgizamiz deb va'da berdi. Keyin kommunist qishlog'ida aholimiz ko'p,
maktabimiz talabga javob bermaydi, yerimiz bor, shu yoqqa quraman deb va'da berdi va Suratosh qishlog'ida ham aholimiz ko'p, maktabimiz eski, lekin yer ajratilgan, bu yoqqa ham maktab quradi. 6 ta maktabni shu o'zini nutqida va'da berdi. Endi rejasi o'zgarmasa, men o'ylayman, maktab muammosi, buni qurultoyda prezident ham ta'kidlab o'tdi. Hurmatli prezidentimiz Sadir Nurg'o'zovich, maktab muammosini elga yetkazinglar. Yildan yilga hozir davlatimizda pul ko'p, buni yildan yilga ko'paytirib qurilishini, demak bu muammo bir 3-4 yil ichida hal bo'ladi deb va'da berdi-da. Shuni men amalda ko'ryapmiz-da. Albatta. Merni gapidan ham keyin mana Bishkekdagi rahbarlar bilan. Endi klubdagi mana yangi turmush qishlog'i deb qo'yadi. Atak o'zi xalqning nomida Eshonxon Rahmonov klubida, hali klub desak ko'proq tushunadi. Shu klubdagi maktab bo'yicha bu nimaga kirmagan bo'lsa-da, rejasiga titul varaqchasi deb qo'yadi, bunga kirmagan bo'lsa-da, bunga sarmoyadorlarni top beradigan bo'ldi. Qurilish kompaniyasi, Business House qurilish kompaniyasi qiladigan bo'libdi. Rahmat bu bolalarga. Endi bu juda katta, endi men o'ylayman, bu tipovoy maktab qurish 100 million so'mlab pul ketadi-da, endi haligi oddiy qurilish emas. Davlat hamma standartiga javob berish kerak bo'lgan narsani talab qildim-da, sababi shu aholi murojaat qilib bizga necha o'quvchiga necha o'rinli bo'lish kerak? Endi men aniq bilmayman necha o'ringa ular qurishmoqchi. Adashmasam 650 o'rinlimi, endi 2 men bo'lsa 1300 bola o'qiydi. Balkim undan ham ko'proq, chunki bola ko'p. Endi yana bitta o'sha yangi turmush qishlog'idagi muammolardan biri poliklinikasi o'ta eski holatda. Shu poliklinikani ham aytdim, buni ham o'sha qurilish kompaniyasi o'sha Bishkekdagi rahbarlarga, vazirlarga, vazirlar mahkamasiga ariza berdim. Prezident nomiga shu prezident administratsiyasi xodimlari qabul qilib oldi. O'sha yerda ham shu narsani alohida yozib, poliklinika nimada eski holat, laboratoriyaga nima sharoitimiz yo'q. Shu narsalarda demak inobatga olishdimi? Demak bu yoqqa ham sarmoyador topib o'sha qurilish kompaniyasi quradigan bo'libdi ekan. Endi tipovoy nima bo'lsa, xalqimizga sharoit yaxshi bo'ladi. Endi yana bitta nima, hozir bu muammolar hal bo'lsa, bola bog'chasi bor Bo'stonda. Bo'stondagi bola bog'chasi bo'yicha demak детский площадка, o'sha bolalar o'ynaydigan maydoncha, gilom, besetka, keyin yana endi men bundayda ketishdan oldin har doim Shavkatbek, men ketishimdan oldin saylanganimdan keyin el menga murojaat qiladi, shu maktab, bola bog'cha rahbarlari, poliklinika rahbar, men yozib olaman-da, shu hamma muammolarni iloji boricha maksimal ravishda yetkazishga harakat qilaman. Hammasini-da. Ha, hammasini. Shuning uchun meniki 34 ta punkt bo'lib ketibdi-da. Haligi bu o'zimning muammoim yo'q uning ichida. Shaxsan meni hech birorta muammoim yo'q. Shu el menga aytgan, balkim kimgadir yomon ko'ringandirmi, hamma yo'qni nima qilibdi deb, lekin maksimal ravishda nimaga? Mana oddiy misol, bizda Kurmanjan Datxa ko'chasi va Navoiy ko'chasi remont bo'ldi. Mintrans hisobidan respublika byudjeti, sababi u Mintrans balansidagi yo'llarda, bilasiz, markaziy shoh ko'chalar. Endi shu ko'chalar asfalt bo'lib remont bo'ldi, lekin xalq nima deb murojaat qilyapti? Nima latoklar, katta latoklar qo'yildi, uyimizga kiradigan ko'prikchalarni olib tashlashdi. Endi biz qiynalyapmiz. Shu narsani nima qiluvdim? Yaxshi, mana shahar gaisidan kelib, meriyaning vakillari, shahar yo'llar boshqarmasi kelib, endi oxirigacha bitmadi hali. Shahar gaisi yozma ravishda ko'rsatma beribdi, shuni qilinglar deb. Endi menga kelgan xatdagi ma'lumot bo'yicha. Undan keyin zebralar chizilmagan, hali peshxodniy дорожка deb qo'yadi. Aynan mana yo'lakchalar, yo'l harakati xavfsizligi chizmalari.
ularga ham ko'rsatma berdik. Piyodalar yo'laklari aholiga to'g'ri tushuntirib turing deyaptiki, bu yo'l oxiricha bitmadi. Ya'ni endi hali topshirilgani yo'q. Trotuar qurilyapti. Mana hozir shahar aholisi ham o'zi ko'rayotgandir ko'zi bilan. Demak, aholiga, o'sha yerdagi mahalliy aholiga nima tug'diryapti, to'g'ri, lekin ozgina chidab tursa, demak, bu muammolar hal bo'ladi albatta deb. Keyin bu yo'llar qurildi. Mana bilasiz, Lenin ko'cha eski, hozir Olimpiya dotqo bo'lib qoldi. Shu ko'cha qurilgandan keyin tezlik keskin oshib ketdi-da. Avtomashinalar tarafidan shu mahalliy aholi murojaat qilgani uchun bir necha marta avariya bo'ldi. Demak, men 3 ta joyga svetofor qo'yish bo'yicha taklifimni berdim. Mintransga ham berdim. Sababi Mintrans balansidagi yo'l, Ichki ishlar vazirligiga ham shu taklifimni berdim. Sababi Ichki ishlar vazirligining GAI xizmati qilsa bo'ladimi, qilsa bo'lmaydimi degan xulosani beradigan davlat organi ekanda. Keyin bular ko'rib chiqib, mana shu komissiyonni. Demak, men qanday taklif berdim? O'sha Olimpiya dotqo va 8-mart ko'chani kesilishida joylashgan Telmin nomli, hozir Mamadali Qurbonov nomli maktabimiz bor. O'sha yerda kesilishiga sababi dom qurilgan, bu yerda ABZga haligi dam olish maskaniga tushib ketadigan joy, bu yerda maktab, yo'lni bo'yida. Masjid bor bilasiz. To есть harakat gavjum yer. Bu yoqqa hatto piyodalar ham ko'p, avtotransport vositalari, piyodalar svetoforni, hatto hali peshxodni svetofor deb qo'yib, piyodalar svetoforni qo'yib bersa, dedim, buni demak nimaga ko'rsatma berishibdi meriyaga. Undan tashqari Xudoyberdiyev ko'chasi va Qurmanjon Datxa ko'chani kesilishiga, u qaysi ko'cha desangiz, haligi eski Good Food kafesi bo'lardi. Bu yerdan aholi, yosh bolalarimiz nimaga chiqib ketadi? Bobur maktabiga. Bu yoqqa ham rozilik berishdi. Undan keyin Olimpiya dotqo bilan ABZ kesilishidagi yo'lga shu 3 ta svetoforni men aholining talabi bo'yicha so'ransam, bular demak xulosasini, ijobiy xulosasini berishdi. Endi oldingi qurultoydagilar masalalarda aytsam, shu svetofor, aynan svetofor bo'yicha. Shu endi men 4 marta delegat bo'lib saylanganim uchun haligi oldin murojaat qilganda haligi biz o'sha kezda mana Alipovrda oldida Bekmamad Osmonov ko'chasi va O'rinboy Rahmonov Muqimiy ko'chalarining kesilishida Alipovr Ali Ahmedov yo'li deb qo'yadi. O'sha yerda o'sha svetoforni qo'ydirganmiz. Keyin bu avvalgi 23-24dagi avval murojaatlar. Unda Obilgay xodimlari ruxsat berib, kelib ko'rishib, keyin Ishkavon qishlog'iga shu Bekmamad Osmonov Ahmedov trassasi deb qo'yadi va Kommunist Kermetov qishlog'iga o'sha svetoforlar qo'yilgan. Endi demoqchimanki, xalq bizga murojaat qilyapti, biz delegatlar davlat organlariga murojaat qilib, biz shu xalq bilan davlat o'rtasida bir ko'prikchi ekanmiz-da, ko'prik vazifasini, ya'ni shu to'g'ri tushuntirib, endi bu murojaatni yozganimda albatta men qonunlarni bir qator o'rganib, shu qonunlarga to'g'ri keladimi shu narsa, qaysi qonunlarga, sababi bo'lmasam bizga rad javobini ham berishi mumkin-da. Rad javobini berib qo'ysa, demak xalq tomonidan biz aytgan nimani bajarmadi degan tushuncha olib qolish mumkin-da. Shuning uchun rad javobi emas, ijobiy hal bo'lish uchun qonunlarni o'rganamiz, tahlil qilamiz. Shu qonunlarni qandaydir bandlari to'g'ri kelsa, shu albatta murojaatimga yozaman va ko'pchilik xatlarim ijobiy yechilyapti. Yildan yilga xalq qurultoyi o'z manfaatini beryapti, takomillashib boryapti. Mevasini beryapti. Birinchi yillar 3 ta masaladan ortiq masala yo'llanmasa, mana hozir 34 ta masala ham qabul qilinyapti ekan va natijasi tez orada bilinyapti mana. Xudo xolasa. To'g'rimi? O'sha avvalgi berilgan masalalar, sizlar ko'targan masalalardan yechilmay qolgan, hal bo'lmay qolganlari yoki bir kattaroq masshtabda bir kattaroq pul talab qiladigan qaysi masalalar qolib ketdi oldingidan? Endi shu oldingilar xuddi shu ko'targan masalasi maktab, bola bog'chani ham ko'tarib kelganmiz. Bu
va'da berib kelishgan, bo'ladi deb. Endi shu bizni navbatimiz yetib keldi shekilli. Shu mer o'zini so'zida shu maktablarimizni alohida ta'kidlab o'tib, endi 6 ta maktabni qurilishidan tashqari yana shahar bo'yicha 10 tadan bo'lsa 6 tasi bo'lsa, bu juda katta yutuq. Investorlar tomonidan 7-maktab qurilishi, poliklinikani qurilishi bu katta yutuq. Nima? Endi biz nimamiz, umidimiz ko'p, shu yil ko'p muammolar hal bo'lib qolsa kerak deb investorlar ham va'da beryapti. Aprel oyidan boshlaymiz hozir proyekt nimalarni chizma ishlarini tayyorlayapmiz deb. Endi yana bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Men o'zi Beshkapaliman, shu yashash manzilim. Beshkapada shu Bobur maktabida. Farzandim ham o'qiydi, farzandlarim oldin ham o'qigan. Shu Bobur maktabini ham ota-onalar murojaat qilganda, bu yerda haligi nima muammo deng? Haligi istadi, lekin yaxshi isimidi. Isitish tizimi biroz yaxshi emas-da. Bu shu utепление qilish kerak imoratni. Utепление endi shuni utепление masalasini ham aytdim. Utепление qilib, hali keramogranit bilan o'rab bersa, o'zi tipovoy maktab 91-yil qurilgan. Shu SSR qulashdan oldin qurilib tipovoy maktab. Shu utепление masalasini nima qilib bersa dedim. Buni ham o'sha shu Shayteva zonasida bilasiz 70 ming, 100 mingga yaqin aholi yashasa, bizda shu Beshkapa mavzeyida, Shaytevada nima yo'q? Futbolniy polye, искусственный. Shu nimani ham aytdim yozma ravishda. Mana shu investorlar yaxshi искусственный polyani qurib beramiz deb, keyin utепление shu Bobur maktabini nima deb. Endi bu yerda Qizilqishloqda xabaringiz bor, hozir IT City, O'sh City, Enasoy City, Enasoy shaharchasi qurilyapti. Endi katta loyihalar amalga oshyapti-da. Shuning uchun hozir ichimlik suv muammosi yaratilishi mumkin. Buni men merga ochiq aytdim. Sababi eskidan Qizilqishloqda ichimlik suv muammosi bor. Buni oldingi nimalarda ko'targanimda bizga adashmasam 4 ta skvajina qurib bergan. Oldingi shu delegat bo'lib shahar kengashining deputatligi mahalimda nima qilganimda, demak Shamshad suv tuzilgan, u ham yaxshi natija bermagan. Yo'q, Shamshad suv tuzilgan, lekin aholi soni ko'pligi uchun markada ulgurmagan. Shamshad suv tuzilganda 13 ming aholi bo'lgan Qizilqishloq qishloq hukumatida. Hozirga kelib 50 mingga yetdi. Endi hozir bu loyihalar oshsa, qurilishlar bu 100 mingdan oshadi aholi. Bu degani bu suv muammosi paydo bo'ldi. Gubernator tomonidan endi oldin haligi birinchi saylanganda shu suv muammosini aytganda Qizilqishloq qishloq hukumatining rahbariga vazifa qo'ygan Qorasuv tumani hokimi ham va skvajinalar qurilib, o'shanda muammoni yechilgan. Hali skvajinalar qurilganligi tufayli. Lekin hozirgi paytda agar hozir mana loyihalar oshsa, bu skvajina bilan biz hal qila olmaymiz. Alohida liniya qurish kerak deb aytdim. Endi buni qanday yechadi? Menimcha yechilsa kerak, chunki shuncha aholi yashasa. U bir. Ikkinchisi, kanalizatsiya bizdan o'tgan, bilasiz, hali Sanachiska bizda, bizni hududda joylashgan, lekin aholi, endi ba'zi mahallalar ulolmaydi. Nimaga? Chunki kanalizatsiya tizimi kichkina deb. Shu narsani ham aytdim. Endi hozir shuncha ko'p qavatli uylar qurilsa, bu hozir kichkina deyapti, ertaga nima bo'ladi? Buni ham kengaytirishimiz kerak deb yaxshi mer ham buni ustida ishlayotgan ekan. Bu narsani vazirlar mahkamasiga taklif qilib berdik dedi, lekin sizlar ham delegat sifatida shuni aytinglar degan uchun men alohida xat bilan murojaat qildim. Shu bizni kanalizatsiya tizimini endi respublika byudjetidan pul bo'linadimi, qanday qilib bo'lsa ham buni yechish kerak, chunki aholi soni ko'paygandan keyin suv va kanalizatsiya tizimi hal bo'lishi kerak. Endi gaz masalasiga o'tsak, bizda Suratosh qishlog'i bilan shu Kommunist va Sobirov ko'chasida gaz yo'qda endi. Hatto katta quvurdagi gaz bizdan o'tgan, O'zbekistondan. Bu Gazprom Qirg'iziston
mas'uliyati cheklangan jamiyatini direktorini o'rinbosari Arzimat Aldayarov bilan gaplashsam, aytdiki, gaz masalasi meriyadagi xodimlarga aytsam 50 ga 50, ya'ni 50% el bersa 50% meriyadan byudjetidan shahar byudjetidan bo'lib hal qilsa bo'ladi dedi. Lekin hali gaz o'zi bo'larmikin degan masala bo'lgani uchun men shu gaz Bishkekka borganda Gazprom Qirg'iziston jamiyatini raisining o'rinbosari shu Arzimat Aldayarov aytdiki, buni ustida biz ishlayapmiz dedi. O'zbekistonda o'ziga yetmayotgani uchun gaz muammo bo'ldi. Endi qishda sezgandirsizlar, shaharda ba'zi bir uchastkalarda gaz pasayib ketdi bosimi. Endi bu qanday qilib ishlayapti ekan? Menga tushuntirdi endi haligi. Balkim texnически men uncha tushunmagandirman, lekin tushunchamni aytay. Bu oldin SSR vaqtida Большой Ferganskiy nima bo'lardi ekanda? Haligi halqa. Shuni qayta tiklaymiz deyapti. Ya'ni Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston uni qayta tiklasak, bosim qayerda ozayib ketsa, shu nima qilib svet to'ldiriladi, bir-biri to'ldiriladi. Svet ham shunaqa-yu, halqa. Shu narsani endi bu qachon bo'lib qoladi dedim. Xo'p, buni ustida yechimini ustida ishlayapsiz. Sababi endi Gazprom katta xalqaro kompaniya rossiyskiy. Endi buni qanchada yechilib qoladi deb so'rasam, uzog'imdan 3 yilda. 3 yilda kutinglar, gaz bo'ladi. Endi demak 3 yil biz kutsak, gaz bo'lib qoladi. Endi balkim ungacha ham bo'lib qolishi mumkin ekan. Sababi hozir Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi davlatlar o'rtasida munosabatlar yaxshilanmadimi? Mana hozir do'stlik chegara punktlari ochilgan, Tojikiston bilan chegara punktlari ochilgan. Demak, bu balkim tezroq ham yechilib ketsa kerak, chunki hukumatlar o'rtasidagi aloqalar yaxshilanib, davlatlar o'rtasidagi endi unaqa muammolar tez yechilsa kerak deb o'ylayman. Gaz masalasida qilingan murojaatga o'z vaqtida mana javob kelgan ekan. O'sha shahar meriyasi bilan birgalikda Gazprom Qirg'iziston mas'uliyat cheklangan jamiyati sizga o'z javobini beribdi. Undan yana bittasi mana bu yerda turibdi. Bu o'sha qishloq hukumati qishloq hududiy boshqarmasiga qarashli Hunarmandlar ko'chasiga asfalt bosish, 43-Bobur nomidagi maktab va 33-bola bog'chani atrofini panjara bilan to'sish masalasi, Kommunist qishlog'ini markaziy ko'chasini odamlar piyodalar yurish uchun trotuar qurish masalasi, ko'prik qurish masalasi bor ekan. Suratosh qishlog'ini markaziy yo'lni asfalt qilish, Suratoshga borish menimcha o'rta nima bilan Eshonxon Rahmonov qishlog'i bilan Suratoshning o'rtasidagi haligi dalada markaziy ko'chamiz asfaltlanmaganda, asfaltlanmay qolib ketdi. Ishkavon qishlog'ining markaziy ko'chasini trotuar qilish va remont qilish deyapti. Bunga javob ketdi. Bu masalalar bo'yicha 2026-yilga kiritildi deyapti. Ish bilan tetuvlik balag'na sunishtalarini bildiramiz deydi. Hozir endi bilasizda, bizni markaziy yo'llarimizda trotuar, ya'ni qada bu kommunist qishloq bilan Ishkavon qishlog'idagi trotuar masalasini aytganda, buni titulniy listga kiritamiz, 26-yil moliyalashtiramiz deb va'da berdi. Endi Suratosh qishlog'idagi ko'p hamma deyarli barcha markaziy yo'llarimizni asfalt qilib olganmiz biz. Qishloq hududiy boshqarma bitta shu eltuvchi yo'l. Markaziy yo'limiz shu Suratoshda qolgan, bu ham bo'layotgandi, shu qishga qolib ketib, nima? Endi hozir o'tganda aytsak 50 ga 50 qilaylik deyapti. Endi mendayda bu markaziy yo'l bo'lgani uchun 50 ga 50 qilish bu elga qiyinchilik tug'dirib qoladi. Shuning uchun bizning taklifimiz to'liq shu meriya o'zi qilib bersin deb. Bu bir endi o'ylayman qilib bersa kerak, hozir meriyani byudjetida ham pul ko'p. Albatta. Mahallani ichidagi ko'chalarda qilsa xalq 50% bersa bo'laveradi. Lekin bir qishloqdan ikkinchi qishloqqa eltuvchi o'rtadagi yo'lga xalq uchun ozgina qiyinroq bo'lib ketadi. Bu narsa to'g'rimi? Mana endi sizni 2023-yil delegatlar tomonidan O'zbek Milliy madaniy markazini O'sh viloyat bo'limiga qurultoy bo'lgan ekan, shundan ham delegat bo'lib qatnashib kelgan ekansiz. Millat masalasini ham ko'targan ekan. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy madaniy markazini qurultoyi bo'lgan, bu Issiqko'lda bo'lgan.
Cho'lpon-Ota shahrida shu prezidentni rezidensiyasida bo'lganda shu delegatlikka saylovda men o'tib ketib shu delegat bo'lib borganman. Shu yerda biz kimni rais qilib saylaymiz deganda men o'zimizni hamqishlog'imiz Baxtiyorjon Sobirjonovich Qodirovni taklif qilganman. Yaxshi, men taklif qilgan nomzod Baxtiyorga o'tib ketib, Qirg'iziston Respublikasi Milliy madaniy markazining raisi bo'lib qayta saylandi. Endi o'zingiz bilasiz, Baxtiyor akamiz, Baxtiyor Sobirjonovich o'qituvchi, direktor, Jo'g'ir kengash deputati bo'lib, keyin Markaziy saylov komissiyasining a'zosi bo'lib ishlagan. Bu odam ko'p shu Bishkekda yashagan ko'p rahbarlar taniydi. Qandaydir bir muammolar bo'lsa, bu kishi yechimning ustida ishlaydigan odam. Shuning uchun shu odam nomzodini ko'rsatdim. Yaxshi, bu kishi qayta saylandi. Juda yaxshi. Endi yana aytilyapti-ku, bu yerda O'sh shahar O'zbek Milliy madaniy markazi raisini o'rinbosari ham bo'lib tayinlangan ekansiz. Saylangan ekansiz, saylangan ekansiz. Bu menday bo'lgan. Qaysi markaz? Bizda markazlar soni markazlar ko'payib ketdi. 24-yil shahar kengashining deputati vaqtimda shu Milliy madaniy markazda qurultoy bo'ladi, Bobur teatriga kelinglar deb taklif qilganda borganman. Borganimda shu meni nomzodimni ko'rsatishgan. Men o'zim hech unaqa narsaga tayyor ham bo'lmaganman. Haligi men uchun kutilmagan narsa bo'lgan va aholi tomonidan Milliy markaz raisining o'rinbosari bo'lib u paytda Milliy markaz raisi Mahmud aka Qozoqboyev, haligi jurnalist, tanisizlar, jurnalist, shu kishi rais bo'lib saylangan. O'rinbosarlari bo'lib Doniyor Nurmatov, bu bolani ham ko'pchilik taniydi, va Sohibaxon Shokirova, bu qizimiz O'sh sadosini bosh redaktori bo'lgan ko'p yil. Shu uchalamiz o'rinbosar bo'lib saylanganmiz. Bu hozirda faoliyat ko'rsatyaptimi bu markaz? Hozirda faoliyat ko'rsatmayapti. Sababi Mahmud aka Qozoqboyev hozir O'zbekistonda bir kitobini yozib, o'zi jurnalist, yozuvchi odam, hozirda faoliyat ko'rsatmayapti shu kishi ketib qolganligi uchun. Endi kelib turadi ora-churada, lekin ko'proq O'zbekistonda vaqt o'tyapti. Endi kitob deb qoldik, kitob masalasiga yana to'xtalsak, bundan adashmasam 2016 yoki 2017-yilda sizlar Qirg'iziston ravnaqi fidokorlari degan kitob chiqarilganda, bu kitobda siz ham o'zingizni hissangizni qo'shgansiz yozilishida. Kengroq aytib bersangiz. Rahmatli Bo'rivoy Jo'rayev endi davlatga ko'p xizmat singan odam. Shu kishi va Rashidxon aka Xadjayev shu kitobda inisiatori bo'lib, shu kitobni yozaylik. Bu kitobda Qirg'iziston ravnaqi fidokorlar kitobida Qirg'izistonga xizmat ko'rsatgan o'zbek millatiga mansub insonlarni tarixi yozilganda, shu kimlar desangiz, bizni Qirg'izistonda yashab, Qirg'izistonga xizmat ko'rsatgan 4 ta giroy Sovetskого Soyuza, ya'ni Sovet ittifoqi qahramonlari bor ekan, o'zbek millatiga mansub. Qirg'iziston Respublikasi botiri degan ikkita nimamiz bor. Bu kim? Soljon Sharipov va Ernst Akramich xirurgimiz. Ernst Hashimович Akramov. Keyin 34 ta giroy sotsialistik truda, bu SSR payt deganda. Uni ichida 2 marta bo'lgan Alla Onorov ham bor ekan. Shularni dedi akademiklar o'tgan, katta diniy olimlar, demak u paytda 11 ta xalq artisti, hozir 12 ta bo'ldi. Rahmatli Rejab aka Tojiboyev ham qo'shildi, xalq artisti. Mana prezidentimiz berdi xalq artisti unvonini shu kishiga. Demak, shularni tarixini yozaylik deb shu redkollegiya tuzilgan, shuni bir a'zosi bo'lganman. Lutfullo aka Rahmonov ikkalamiz shu tekstini yozib bizga ma'lumot olib berardi. Biz shu kiritib nima qilganmiz.
Endi men o'ylayman shu kitobda Qirg'iziston ravnaqi fidokorlari 3 xil tilda yozilgan. Qirg'izchada, ruschada, o'zbekchada. Ya'ni keng omma bilsin. Qirg'izistonga o'zbek millatiga mansub ko'p odamlar xizmat qilgan, yaxshi ixtirolar qilgan. Mana akademik Mamasaidov haqida, Habib Abdullayev shu yerda tug'ilib o'sib, prezident akademik nauk bo'lgan O'zbekistonda. Shunaqa insonlar haqida ko'p ma'lumotlar berilgan. Endi Bo'rivoy Jo'rayevich haqida gapiradigan bo'lsam, bu kishi mana o'tib ketdi. Bu kishi ko'p xizmat qildi biza Qirg'izistonga. Ikkita millat o'rtasida do'stlik rishtalarini rivojlantirish bo'yicha haligi tirikligida bilinmas ekan. Mana o'tib ketdi u kishi. Men o'ylayman, shunaqa insonlarni nomi albatta abadiylashtirilishi kerak. Sabab shaharga ham ko'p mehnat singdi. Jallovod Garisполкомning raisi bo'lgan bu kishi. Shuning uchun shu o'zi yashagan ko'chani nomlansa yaxshi bir ish bo'lardi-da. Ba'zi odamlar tanimaysizda, kimning nomiga qo'yildi ekan bu deb. Mana shunaqa odamlarni qo'ysa, menimcha shaharlarda hammasi birinchidan hurmat qilardi u kishini, ikkinchidan hamma tanirdi. Shu kishi juda munosib nomzod deb o'ylayman. Juda yaxshi. Albatta bu siz ko'targan hozirgi aytgan tashabbusingiz qo'llab-quvvatlanadi degan umiddamiz. Yana o'sha qurultoyga qaytadigan bo'lsak, o'sha 4-qurultoyga siz kabi saylangan hamkasblaringiz deylik. Bular kimlar va qaysi masalalar ko'tardi? Mana bu yerda hozir Mamatqodir Allohxonov, Oybek Umarov, Jumaqodir Darmonbekov, Azamat Jo'ro'bayev, O'mirxon Jo'ro'bayeva deyapti va undan tashqari Zahirada ham Odina Jamolova, Muqaddas Abdujabbarovalar bor ekan. Bulardan 4tasi shu bizni Qizil qishloqdan saylangan delegatlar. Muhammadqodir Allohxonov bu o'sha men aytgan Yangi turmush qishlog'ida elboshi, kvartal komitetining boshlig'i. Bu kishi oldin bizni nimada aeroportimizda lyochik bo'lib kasbida ishlagan odam. Bu qaysi masala ko'tardi? Bu lyochik bo'lgani uchun shu bizni yoshlarda texnik jihatidan o'qitay. Mana Dom pionerov bor, kelajak bolalar markazi deyiladi hozir. Oldin endi Dom pionerida shu kelajak bolalar markazida men hatto merga shunaqa taklif qildim. Men hattoki tayyorman bekarga bolalarni o'qitishga shu o'zimni texnik sohasi bo'yicha deb taklif qildi. Keyin bu kishi yangi turmush muammolarini ko'p ko'tardi. Qizil bayroq o'sha erinmay o'sha saylangandan keyin o'sha qishloqlarga borib keldi. Endi men bormadim nimaga u qishloqlarga? Sababi men deputat sifatida 3 marta Qizil qishloq kengashining deputati, shahar kengashining deputati bo'lgan bo'lsam, o'sha men byudjet komissiyasini a'zosi bo'lganman-da. Aynan shu 8 ta qishloqning muammolarini yaxshi bilaman. Sababi har bir ariza bizni komissiyaga kelardi. Shuni protokolini, bayonnomasini men yozardim. Qaysi qishloqqa nima eng zarur, shunga pul bo'lib. Endi bizda unaqa pul ko'p bo'lmasdi-da. Eplab shuni ko'p muammolarning ustida, yechimining ustida ishlaganmiz. Shuning uchun men ko'proq muammolarni bilganim uchun men ko'proq harakat qildim. Shu telefondan gaplashib, qanaqa muammolar bor, shu maktab direktorlari, bola bog'chalar, poliklinikaning rahbarlari bilan, keyin aholi bilan telefon orqali gaplashib, shuni yechimini ustidan ishladim-da. Demak, bular ham aholini muammosini hal qilish ustida yaxshi jonbozlik ko'rsatishdi. To'g'ri. Hammasi. Nima? Oybek Umarov bo'yicha aytib o'tayim. Bu Sulaymon-To'y munisipal hududiy boshqarmasidan saylandi. Bu mana meni arizalarimni ko'rsangiz, bu yerda men 8-mart Kirgizskiy ko'cha, Parijskiy kommuna, Ko'lonorchilar bu Alibastro ko'cha, eski Alibastro, tog'ni pastdagi ko'cha. Hunarmandlar ko'chasi. Shu ko'chalar o'zi bu bolaga tegishli. Shu bola menga aytgan narsalarni men yozib,
bu o'zi qizil qishloqqa qaramaydi-da bu. Mana 8-mart Don ko'cha, Donskiy ko'cha, Kirgizskiy, Muqimiy, Hafizova deyapti ko'chalari, Gayipova ko'chasi, Katta Terek degan ko'cha bor ekan. Bu shu bolaga tegishli ko'chalarda ham men yozib nima qildim. Jumaqodir Darmanbekov ham Sulaymantov MAPdan saylangan delegat. Bu bola shu Lomonosov maktabini tezroq ishga kiritish bo'yicha nimani yozib bordi. Mana o'zingiz xabaringiz bor. Prezident o'sha yerda turib onlayn ochdi maktabni. Keyin merimiz borib general Rossiyaning bosh konsuli bilan ochib kelishdi. Lomonosov nomli maktabni. Demak, hamjihatlikda yakdillik bilan hamma masala ko'tarilgan, masala bitta ham qo'ymasdan, oqizmasdan, tomizmasdan shahardagi bor muammoni aytdik. Endi biz deputatlarini ishini nima qilmadik? Haligi shahar kengashida deputatlar bor-ku. Biz bular bilan ko'proq hamkorlikda. Nimagaki biz ko'pchiligini taniymiz, biz deputat bo'lganimiz uchun biz bular bilan maslahat qilib, bu yerda shu shahar kengashini raisi Bolot Talabekovich Bayetov yaxshi mana inson, shu bilan maslahat qilib, oldingi rais Salman Satiqulovich mana juda katta ishlar qilgan shahar uchun, shahar rivojlanishi uchun bular bilan maslahat qilib, ya'ni mahalliy miqyosda yechiladigan muammolarni bularga berib, respublika miqyosida yechiladigan muammolarni tepaga yetkazishga harakat qildik hamkorlikda. Bilamizki, O'sh shahri hududiga bundan 2-2,5 yil avval o'sha Qizil qishlog'i to'liq o'tdi. Narimondan qanchadir bir qismi o'tdi, Sharq qishlog'idan qanchadir bir qismi, Dehqon qishloq, To'lakan qishloq hukumati to'liq O'sh shahri tarkibiga kiritildi. Endi mana 2 yillik vaqtdan so'ng o'sha Qizil qishloqda deputat sifatida ishlagan xalq vakili sifatida shaharga qo'shilishini plus va minuslarini aytib o'tsangiz. Endi shaharga qo'shilishini pluslari ko'p albatta. Birinchidan shaharda puli ko'p. Endi biz dotatsiyada bo'lganmiz. Endi to'g'ri, dotatsiyadan adashmasam 23-yilimikin chiqqan bizni Qizil qishloq hukumati. O'sha kezda 22-23-yili Zarliq Turg'unbayev degan Qizil qishloq hukumatining raisi bo'lgan gubernator shunaqa vazifa qo'ygan ekan u kishiga, dotatsiyadan chiqarasan, uyat Qizil qishloq dotatsiyada bo'lsa deganda bu kishi erikmay shu shanba bozor dam olish kunlari ham aylanib, har bir soliq to'lovchi bilan gaplashib, shu kishi 4 oy ichida mana chiqarsa bo'lar ekanda. Shu yaxshi ishlagan rahbarlardan biri deb bilaman shu kishini. Keyin bu kishi gubernator o'rinbosari ham bo'ldi. Endi shaharda puli ko'p. Masalan, yechaman degan narsasini yechishi osonda, pul ko'p bo'lsa endi nima? Bizda pul ozroq edi. Endi men shu byudjet komissiyasida ishlagan uchun bilaman-da, nimaga? Maktab desatga albatta bo'linishingiz kerak bo'lgan pulni bo'lganingizdan keyin haligi ijtimoiy infrastrukturani rivojlantirishga ozgina pul qoladi. Lekin shuni ham kelishib biz shu Qizil qishloqda ko'p yo'llarni asfalt qilamiz. E'tibor bersangiz, shahardan ko'ra Qizil qishloqning yo'llari ko'proq asfaltlangan. Endi minuslari qaysi desangiz, minuslari mana hozir dehqonlarimiz suv muammosi jihatidan, dehqonchilik jihatidan qiynalishyapti. Nimaga? Oldin endi buni ham yechsa bo'ladi deb o'ylayman. Qanday? Buni men taklif ham qilganman. Bir nimamiz o'tgan, hozir aytib beraman. Oldin biz Qorasuv tumaniga qaraganimizda, Qorasuv tumani hokimi kelib, birinchi o'rinbosar kelib, dehqonlarni yig'ib, qanaqa muammolar bor, paxtachilik bo'yicha boshqa gaplashib, shu suv muammosi bormi, urug'chilikmi yoki mineral o'g'itimi yordam berib ketardi. Bu yer shaharga qo'shilgandan keyin endi hozir biz taklif qilganimiz, adashmasam shu o'tgan yilgi 3-chi yo 2-chi nimada borganimda shu qishloq xo'jaligi bo'limini ochish shart shahar ochildi. Bu ochildi, mana ochildi. Lekin bunga birinchi vitse-mer qararkan, menimcha alohida bir vitse-mer
bo'lish kerakmi deymanda, sababi katta hudud qo'shildi, 2 barobar ko'paydi-da shahar. Shahar hududi 2 barobar ko'paygandan keyin bu vitse-merlarda o'zi ish ko'p. Endi bizni nimaga uncha e'tibor berilmayapti-da. Shuning uchun shu dehqonchilikni endi o'zingiz bilasiz, prezidentimiz ham aytdi, oziq-ovqat xavfsizligi masalasiga juda katta urg'u berdi. Buni ustida ishlashimiz kerak dedi. Demak, men o'ylayman, shu bitta vitse-merni qishloq xo'jaligi tarmog'i uchun alohida bitta vitse-mer, alohida bo'lim bo'lish kerak ekanda. Shu yangi hududlarda, ya'ni biz muammomiz haligi merga aytaylik desak, u odam постоянно endi band, men to'g'ri tushunaman, sababi u shahar kattada, endi ikkinchi poytaxt. Birinchi vitse-merga aytaman desangiz, u Adilet Sharshinovich endi yomon odam emas, endi o'zi nima deydi, yetishmaydi-da, belgilangan o'zini ishi bor. Endi spesialni shu yangi hududlar, men o'ylayman, bu bo'ladi. Iloji bor. Chunki qishloq xo'jaligi bo'limi ochildi-da. Mana hozir Teshaboyev degan odam rahbar, u kishi bizda Qorasuv tumani birinchi zam hokimi bo'lgan. Murodin Jo'ldoshev Teshaboyev bu Alamedinskiy rayonida akimi bo'ldi. Bu kishining tajribasi ko'p. Bu kishi mana hozir qishloq xo'jaligi bo'limini boshqaryapti. Endi men o'ylayman, shu kishini o'zini ham qilib qo'ysa bo'ladi-da. Sababi bu mana shu hududlarni to'liq biladi. Qorasuv tumanining birinchi zam hokimi bo'lganda bu to'liq biladi. Dehqonlarning muammosidan ham xabari bor. Men shu qurultoyga borib kelishdan oldin ham bu kishi bilan ozgina gaplashdim, ko'p emas. Shunaqa muammolarimiz bor deb aytdim. Bu kishini hali v kursi ko'p qo'ydimda, dehqonlarning masalasi bo'yicha. Demak, yangi kelayotgan bahorga ajoyib emas. Shu bo'lim emas, boshqarma bo'lgani yaxshi. Boshqarma bo'lsa kattaroq ixtisoslashgan bir boshqarma bo'ladi. Endi o'zi nima deydi, Tuluken qishlog'ida qancha aholi bor, Qizil qishlog'ida, menimcha shunaqa nima qilsa bo'ladi. Albatta. Endi mana siz 4 karra o'sha qurultoyga borib, garchi o'sha minbarda turib ma'ruza qilmasangiz-da, televideniyalar orqali xalqning muammosini ommaga yetkazdingiz. To'g'rimi? Endi bizda ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. So'nggi so'z sifatida 2 daqiqa erkin mikrofon bersak, marhamat qilib aytilmay qolgan gaplar bo'lsa, fikrlar bo'lsa aytib olish imkoni bor. Rahmat sizlarga shu imkoniyatdan foydalanib. Endi biz Qizil qishloqda yashaganimiz bilan shahar bilan chambarchas bog'liqmiz. Shu hududga kirdik, lekin hududga oldin kirmaganimizda ham biz qo'shni bo'lganmiz. Shuning uchun hozir to'liq shaharli bo'ldik. Endi men o'ylayman, shu mahalliy hokimiyat prezidentimiz qo'ygan talablarni to'liq bajarsa, ko'p muammolar yechiladi. Sababi mahalliy hokimiyatni qancha muammolarning ustida, yechimning ustida ishlab nima qilsa shuncha yaxshi. Mana hozir aholi bilan mer uchrashib, so'roq savollarga javob berib, har biri bilan aloqa o'rnatib nima qilgan, bu yaxshi. Bu bo'yicha mana general Qamchibek Qidirshavich Tashrif ham aytdi. Har bir aholi bilan, har bir nima bilan aloqa o'rnatib, har birini demak elda roziligini olinglar deb. Bu albatta yaxshi nima, tashabbus. Keyin shu qurultoyda qatnashganimizda prezident aytdi, demak mahalliy hokimiyat rahbarlariga katta vazifalarni qo'ydi. Men o'ylayman, bu biz ozgina vaqt kutib tursak, shu vazifalarni ustida ishlab, mana men haligi nima deydi, menda ma'lumot ko'pligi uchunmi, men xursandman-da. Men roziman. Mana shu biz maktablarda quramiz. Men o'ylaymanki, agar bu muammolar yechilsa, meni saylanglar ham deyolmay qolamiz shekilli. Chunki hamma muammo yechilsa, haligi endi shu natijasini kutaylikchi. Bu bir, ikkinchisi shu Tuluken kasalxonasini ko'p gapiradi. Men o'ylayman, shuni ham bir kasalxona qurib shu ishini jonlantirib bersa. Yana aytmay qolibman, shu qo'shimcha aytishim kerak. Viloyat kasalxonamiz bor.
Mana bilasizlar, shahar kasalxonasi yangi qurilgan. Hozir viloyat kasalxonasiga ancha pul bo'linib qurilyapti, lekin nevrologiya, revmatologiya bo'limlarini fizioterapiya bo'limi shu ikkita xonada joylashganligi uchun men shu Sog'liqni saqlash vazirligiga yetkazdim shu muammoni. Shu alohida imorat qurish kerak deb merga ham yetkazdim. Keyin mana ko'p kasallarimiz davolana olmayapti shu fizioterapiya apparatlarini. Shuni olib beringlar dedim. Keyin bizni Qizilqishloq hududida Qizilqishloq poliklinikasiga ham fizioterapiya apparatlarini olib beringlar deb, shuni ham men o'ylayman olib berishsa kerak. Endi menga hattoki Onadirdagi odamlar telefon qiladi, bilmayman qayerdan telefonimni olishadi. Shu Shaytdeva zonasidan shu opam deputat bo'lganligi tufayli opam har bir sessiyada endi 3 minutlar vaqt beriladi xolos, lekin hali kamida 10 tadan xat beradi merni nomiga. Demak, mana aholidan manaqa narsa tushdi, mana aholidan manaqa narsa, yoki o'sha hududni deputatiga aytadi. Masalani aholi tomonidan bildirilgan har bir muammo masalalarda o'z vaqtida tegishli idoralarga berishga usta ekansizlar. Merga yetkazishga harakat qilamiz. Iloji boricha. Endi bu odam ishlaydigan odam, Xudo xolasa nima deydi, haligi umid qilib turibmiz. Endi shu nima ko'p ishlarimiz hal bo'lib qolsa, Qizilqishloqda agar shu mer aytgandek 6 ta maktab qurilib qolsa, ko'p muammolarimiz yechiladi. Salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun katta rahmat, vaqt ajratib kelganingiz uchun minnatdormiz. Xalq xizmati hech qachon charchamanglar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Qadrli Oynajahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, bugun o'tkazilgan 4-xalq qurultoyi haqida suhbatlashdik va bizni studiyamizda mehmon bo'lib, O'sh shahrining Qizilqishloq qishloq hududi boshqarmasidan delegat sifatida saylanib, xalq muammo va masalalarini boshqaruv idoralariga yetkazib kelgan Rahmonov Dilmurodjon Dildorbekov bilan suhbatlashdik. Yana efir to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.